Assalomu alaykum aka. Mana biz ish jarayoni, mana lattani shunday qoqamiz. Agar xohlasangiz lattani tagidan karton tashlasangiz bo'ladi. Vasdan ustidan. Tashlamasangiz ham bo'laveradi. Biz o'zimiz materialni o'zimizdan shunday material tashlaymiz. Hamma joyiga. Undan keyin gips yotiladi mana. Loy. Ko'ryapsiz. Shu 40 mingligi. Biz shuni sizga tavsiya qilmoqchimiz. Gips, sement hammasi o'zimizdan. Просто siz suv bilan to'kda ta'minlab bersangiz bo'ldi. Ha. Materialni yozamiz. Agar xohishingiz bo'lsa, tagidan karton qo'ysangiz bo'laveradi. Karton qo'ymasangiz ham bo'ladi. O'zingizdan. Sement qoplar ham bo'laveradi, hali ochiq joylarga. Просто bunaqa vassa ko'tarib qolmasa bo'ldi, mana vassalar ko'tarib qolmasa bo'ldi. Qo'ygan zo'r bo'ladi.